har kuni 100 dan ortiq smartfonlar, 100 dan ortiq chegirmalar, har biri yangi tovarlar, har biri bitta mijozni rozi qilish maqsadida qilingan mehnatlarning samarasi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kun davomida juda zo'r yangiliklar, juda zo'r modellarni taklif etaman. Natural rang, insonni zeriktirmaydigan rang, $659 yangi 12886 korobka hujjatli iPhone 15 Pro Max. Biz bugun iPhone 13 Pro larni 12889, 12890 radnoy holatda esimlargacha o'tgan, xuddi yangidek ideal darajada $530 taklif etmoqchimiz. Har bir smartfonimiz orqali sizni rozi qilishni maqsad qila bildik. 128-88% $329 iPhone 13 ni yangidek varianti. iPhone 13 Pro Max ni 128-97 batareya bilan $495 hozir $500 dan arzoniga bu smartfonni olishni tasavvur qilish qiyin. 128-97% $495 dan aynan 15 Pro Max ni 256-92 batareyali. Bu hayratlanarli, esim o'tgan xuddi yangi kabi xolen natural oling, xolen qora oling, ikkalasi bu eng to'g'ri tanlov bo'la oladi. 256-91 esim o'tgan O'zbekistonda ishlamagan. $790 dan bunaqasini 800 dan arzoniga topish imkonsizligini ta'kidlab o'taman. iPhone 1 ni shunaqangi darajada yangiki, ta'riflashga til ojiz. Bitta nuqson topsiz, pulingizni ortig'i bilan qaytib beraman. Bunaqa kafolatni kim bera oladi? Tavariga ishongan inson bera oladi. Bunaqa kafolatni kim bera oladi? Eng ideal smartfonni sotayotgan insongina bera oladi. 20 yildan beri har bir mijozni rozi qilish maqsadida 64-93% shunaqa noyob telefonlarni olib kelib, eng qulay narxlarda $220 sizlarga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Aynan 14 Pro ni shunaqangi darajada yangiki, ta'riflashga til ojiz, zanglamaydigan po'latdan ishlangan. Bu holatda saqlash uchun meni tajribamdan kelib chiqib gapiriladigan gap, bu smartfonni saqlab olib qo'yish kerak. Shunaqangi darajada yangi holatda. Narxini eshitib hayron qolasiz. 128 talik shunaqa ideali 540 sotilyapti, 530 ga qilib beraman. 256 lik bo'lsa bu. Aynan 15 Pro Max ni 256-85% esa $750 ga. Qayerdan bunaqa narxga ola olasiz? Klient o'zi 750 ga bermay chiqib ketyapti. Men sizga beraman. 128-86% $645 ga. iPhone 6 ni $600 dan olishni, arzon olishni imkoni bormi aytingchi? Buni imkoni bor. Buni faqatgina bitta magazin House Mobile'ning birinchi filiali qilib bera oladi. $599 ga. 128-97 $520 ga. iPhone 4 Pro ni purple rangi. Aynan mana shu rang uchun biz Dubayda Dubai Mall'da Apple Store oldida 24 soat kutganmiz. O'zimiz navbatimiz 3-ochirda kirib olganmiz. Birinchi chiqqan paytda. Bunaqa ranglarni chiqqan paytda olmaydi, ochib kutib olarmisiz. O'sha 14 Pro da ochib kutib olganimizgacha 15 Pro, 16 Pro, 17 Pro da ochib kutib ola olmadik shu kungacha. Chunki ochib nihoyatda ko'p bo'ladi. Aynan bu sizga iPhone 15 Pro Max ni chegirma narxda $755 ga taklif etaman, natural rangda. Bu rangni ishlatgan odamlarning fikrini eshitsangiz, o'tgan yil 15 Pro oldingiz, bu yil 16 Pro Max ham naturalni olyapsiz desa, men bu rangga to'ymadim, bu rang menga juda yoqdi deb ijobiy fikrlar bildirishgan. Hech kim salbiy fikr bildirmagan, chunki bildirishga imkon qoldirmagan rang. Gold rangda. Bunaqa taklif takrorlanmaydi. Bugundan siz o'z blogingizni yuritish vaqtingiz kelganini bildiradi, chunki katta xotira, ideal darajada 90% buni rezultati 17 Pro Max ni rezultatini bera oladi. Faqatgina to'g'ri nastroyka, to'g'ri ishlatishni bilsangiz kifoya. Narxi esa chegirma narxda, ideal arzon narxda 13 Pro ni bu 128-90% ekan. Mana 512 talik 90% iPhone 2 Pro $390 ga, buni 420 ga qilib beraman. iPhone 2 mini ni 180 ga beraman. 220 ga olsam arzon olasiz lekin bu telefonni. 256 talik yangida iPhone 4 Pro ni Max ni 90 dan yuqori batareyakalisi 128 talikni o'zi 630 sotilayotgan bir pallada 256-90 dan baland idealini 610 ga qilib beraman. Galaxy 2 motor Ultra ni korobka dokumentlar bilan olib keltirib qo'ydim. Talab bo'lgani tufayli, o'zi korobkani keragi yo'q, korobka bilan so'rashgani uchun. Lekin korobkasi yo'q holatda eng kami $1 ham tushmaymiz, 600 ga sotayotgan edik. $615 ga. 14 Plus ni 128-86% ideal darajada $399 ga. iPhone 14 Pro dan arzonnaki butun boshli 14 Plus $115 ga. Redmi Note 12 Pro 8856 $145 ga. A90 Game Edition smartfon $325 ga. Galaxy S23 narxi tan narxidan arzon bo'lsa ham shunaqa narxda qilib beramiz.
Aynan 144 Hz ekran, ekranda zavodskiy plyonkalar olinmagan o'ta mukammal taklifni $299, $620 xarid qilingan Honor 600 ni premium eng so'nggi oxirgi modelini $330, 21 ultrani Dubai variantini $260, 24 ultrani desert rangini chegirma narxda $590, $65 evaziga sizga chegirmadagi Redmi 10 NFC-sigacha bor, mukammal variantda. Bu modelimiz $105 8256 li Redmi Note 13, $135 7 mAh batareya, bir kun emas, 2 kunlab xizmatingizni qila oladi. Bugundan garantiyasi amal qiladi. A56 5G $260 men sizda shunaqa ideal bo'lsa olishga tayyorman. Note 10 ni $130 bersam, hayratlanasizmi yoki yo'q? Izohlarda qoldiring. Aynan men sizga 603 ni topilishi qiyin bo'lgan modelni, hattoki kecha bitta yaqin insonga Note 20 sovg'a qilgan edim. Note 20 ni men berishdan oldin o'zim ishlatib ko'rdim. Besvetnichi qo'l qo'ydim. Uni ishlatganimdagi taassurotlarim, ishoning, Xudoga guvoh, ijobiy, shunaqa zo'rki, iPhone ishlatib unaqa rohatlanmayman-da. Har bitta vizitda gaplashishlik, mashinada ketadi, vizitda olishlik, qanaqa odam xotirjamlikni beradi. Misol iPhone 7 Pro Max ham zo'r, bagatiy narsa. Maza qilasiz, lekin qandaydir og'ir-da, qandaydir haligi qimmat narsaligini ushlab turganingizda, uni o'zini o'qlay his qilgandek bo'lasiz. Bunda esa xotirjam ishlatar ekansiz telefonni. $185 даже menga kelmaydi. Shunaqa yangiki, bitta nuqta topa olmaysiz. 185 ga berishga tayyorman. $330 ga. S23, $55 ga A12. Bu narxni eshitib hayratlanmasangiz, bizni telefonlarimizni zakaz bermasangiz ham roziman. $60 ga. $60 ga Xiaomi 11 Lite 5G ne? Atiga $60 ga Redmi 3A modelimiz. Dunyoning bardoshli, buklanuvchi, cho'ntagi uchun, inson uchun yaralgan Flip 6 modellarini chegirma narxda Snapdragon 8 Gen 3 chipiga ega $399